Bismillah. Bosh og'rig'i uchun eng kuchli texnika. O'zingiz yashayotgan joyga tuproqqa qo'lingizni qo'yasiz. Oldin qo'lingizni tilingizga qo'yib, ho'llab olasiz va tuproqqa qo'yasiz. Keyin olganda tuproq chiqdi, o'shani og'rigan joyingizga qo'yasiz va aytasiz: Turbatu ardina yushfa saqimuna biizni robbina deysiz. Ma'nosi: bizni yerimizni tuprog'i kasalliklarimizga shifo, Allohning izni bilan. Bu so'zlarni ustozim Abror Muxtor Alidan o'rganganman. Alloh u kishini salomat qilsin va bizlarni ham. Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Har biringizni hurmat qilaman va yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ey güzel Allah, Subhanallah, Elhamdülillah.